Assalomu alaykum. Men ham qadam edukationni o'qidim. Mana bir oy ichidagi natijalar, Xudoga shukr, yaxshi. Bir oy ichida magazinni yaratdik shu o'qish davomida. Undan keyin ham mana savdolar bo'lyapti. Ular ham tashab qo'yishmayapti, yordam berishyapti. Mana Xudoga shukr, mana bugun soat 10 gacha mana 13 ta ko'ynak tushgan. Mana ombordagilar, topshirish punktidagilar mana sotilganlar. Shu 20 kun bir oyda ichidagi natijalarimiz mana u hammasiga shu qadamda o'qib, ham Muhammadjonni bergan darslari, o'rgatganlari mana odzivlar mana yaxshi, Xudoga shukr, mana qancha to'lib ketdi. Keyin mana mablag'lar bir oyda ichida mana 25 million oborotga chiqib ketdik, Xudoga shukr. 21 million, 25 million bo'ldi. Keyin shu yaxshi, tavsiya etaman, o'qinglar, harakat qilinglar. Hammasi yaxshi bo'ladi mana.